Bu qismda endi sizlar bilan nima bo'ladi? Yaxshi, Original dokument. Faqat original. Dunyoda eng qimmat so'tda. Mas to'g'ri kim? Mana shu o'rtadan bu. O'rtadan masjiddan masjidgacha ham qoladi. Tadan. Masalaga hozir zonasi ko'rsataman. Kamerani yo'qot. Kamerani yo'qot. Assalomu alaykum, men Sumrod. Hozirda biz Formula mashinasini prototipini yasalamiz. Bu video 4-qism bo'ladi. Xo'p, biz mashinani tagiga stol yasaymiz, ya'ni ko'tarib turuvchi dik deyiladi. Katta harf bilan yoziladi. Shuni yasaymiz, bozorga borib quloq olib kelamiz, kerakli zapchastani to'g'rilaymiz. Bo'ldi shu. Asosiy qism endi korpusini boshlashimiz kerak. Unga ham bir materialni olishimiz kerak. Hali oxirigacha ham, xudo xolasa, ancha proyektdan tugatamiz. Ko'p narsa qolmadi. Sergeliga tushib, zapchastani olib kelishimiz kerak. 21-fevral buni endi olib chiqish uchun va tashqarida ham erkroq ishlash uchun stol yasaman. Tagiga stend bo'ladi. Biz mashinani tagiga stol yasaymiz, ya'ni ko'tarib turuvchi dik deyiladi. Katta harf bilan yoziladi. Shuni yasaymiz. Menimcha to'g'ri chiqibdi. Mana biz shunaqa narsa qolman. Farqini ko'ryapmiz, mana вообще dahshat. Buni kuchi. Endi shuni ham yog'ini qilib chiqsam, ancha chiroyli va sifatli bo'ladi degan umiddamiz. Taxlas kravat chiqargandan keyin такой Formula 1 kravat. Uy, sog'lar tobut yotganga o'xshayman. Lekin zo'r. Xo'sh, oyog'im bunaqa kelsa, rul. Men hozir bu juda ham baland edi. O'ylab qoldim, baland shartmi? Mana shu boshim mana himoya qilib tursa bo'ldi-ku. Boshim qatdan kelyapti, sizga qanaqa tushadi, shunga moslab keyin kesib, yo'g'ini qo'yor. Diskani oldim, har holda bir yoqqa borsam, diskani ko'rsatib qo'ysa bo'ladimi yo'qmi? Mashina bozordamiz, zapchast olamiz. Sekinlik 4tasini kelishdik. Xudo xolasa o'lchab, korpus olib ketamiz. Oh. Maza. Xo'p, o'zimdan soat 8 ga kelishim rejalashtirilgandi, ya'ni 8 ga ko'rishamiz degandim. Soat 7:22. O'shanga olib borib ko'raman, bo'lsa-da bo'ldi, bo'lmasam bozor aylanaman. Hop, bitta 234-do'kon. Shuni narsa olamiz. Keyin olishimizga olib qo'yishimiz bilan bank telefon qilamiz, aka ko'rsatamiz. Avaytga olib turamiz. Keyin uyga go. Shu bilan Marat aka oldiga borib, Marat akadan shu zvezda qo'yadigan joyini so'rab, to'g'rilab, shu bilan birga yasash kerak yoki bekaga ko'rsataman. Beka ham mutaxassis ancha shu narsalar bo'yicha. Xullas, bugun ish qilish kerak. Ish juda ham ko'p. Soat 2:30. Granata hammasi bor, olib kelindi. Tadan. Masalaga hozir zonasi ko'rsataman. Yechim topildi. Bizning muammo shunday iboratki, agarda biz buni sentrga qo'yadigan bo'lsak, bu turgan qismi buni ham sentrga qo'yishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bu motor juda ham o'ngroq surilib ketadi va shuni hisobiga og'irlik teng taqsimlanmaydi. Qanaqadir
juda ham kichkina bo'lgan o'zgarish bo'lishi mumkin. Men buni bu yoqqa ko'chirish xohladim. Shunda o'rtaga teng buni ham bu yoqqa ko'chiraman. Shunda bu lekin bu yoqqa ko'chadi. Bir taraf ko'proq, bir taraf kamroq bo'lib qoladi. Shuning uchun biz granatni uzrog'ini qo'yamiz. O'shanda bu sentrda qoladi. Hammasi mana ozgina buyoqqa suriladi. Bunga звездочка taqamiz. Bomba bo'ladi, bomba. Buyuk tasavvurimda bu mashina yig'ilyapti. Bitta qizida mana cho'rtmashi o'zini birini ko'rsataman deganingda adashib shuni qo'yib yuborsang nima qilasan? Chiqish yo'q. Okey. Bu bola bitta qizida hozir qo'lini kesib, panika qilib, manipulyatsiya qilmoqchi qizni. Sen men qo'limga solman, Bilmaydi-ham u. qizsa. Ko'rsatsan, o'zing bechara yo'qolsan. Zato qala lezzetga kesgan ekan. Ko'ring. Menda o'zimda yo'q. Bor-ku. Bor yo'q, atiga o'shan o'zim. Ko'rdilar. Shoshma. Bu bola bitta qizida cho'rt. Qizni debmas. Bitta kesilgan shu ham karavotda bo'lgan, o'zim qo'ymaganman. Qani ko'rsat. Bu qo'lda hozircha azob lazam bor, yo'qdaydi. Lezam ektatmayman o'zchi. Kamera ko'rmasa bo'ldi. Yashamasu. Oddiy. Yo'q, menga o'zing kesganing ko'rsat, chap qoling degan. Mana shunday. Ya, san To'ptoza. mashina ko'rsat olasan. Bu yerda sal nimadir o'tib ketgan edi. Bilaman. Mana ko'rsat. Ko'rsat. Bitta ko'ring. Hech nima yo'q. Esdalik yo'q qoladi. Kamerani yo'qot. Kamerani yo'qot. Yo'q, o'chgan bo'ldi. İşte. Dahshat Original magazin. Voy Faqat billahi. original. Dunyoda eng qimmat so'tda. Red Bull Bemalol video olavering. Hech kim gapirmaydi. hozir do'konga keldik. Do'konda ko'rdim narsalarni. Menga kerak narsa bor. Narxi ham juda qimmat. Hali topish kerak. Assalomu alaykum hammaga. Soatimiz 8:20. Bering metro boramiz. Tujalik iborat. Malika bilan uchrashib, qiladigan ishlar bor. Shuni bitirib kelish kerak. Oxirgi bekat. Yuguramizmi? Go. Uchoq ketgan. Texnopark keldik. Orqasi bu, orqasi qoladi. Oldi mashinani oldi bo'ladi. Mana mana shu qismigacha, mana shu O'rtadan bu. O'rtadan masjiddan masjidgacha qoladi. Keyin mana bu joyi menga o'xshab ketgan bo'lishi. Qaysi? Ha, mana. Mamet dan masjidgacha tepadan ko'rsatding tepadan.
Mamat kerak menga. Mama bilan bu kerak. Ben uchun. Bor. Короче, ozgina bo'ldi. Oxirgi metroga kelishiga ulgurmayaptim. Bitta eshikni ochsam, eshik ochilmadi. Chap tarafdan kirdimda ishlayaptim desam, yo'q yopildi, tugadi deyishdi. Qayerga borasan so'rab qolishdi. Beruniga kelsam, kelyapti bittasi dedi. Yugurdi dedi. Короче, Beruning metroni o'zini kiradigan joydan emasdi, yon tarafdan kirib turib, kartani urib, o'sha yerdan gapirgan paddashi qilishdi. Respekt sizlarga. Esimda qolib ketadi butun umrimda. Qolib ketadi, realniy bor-u. Right, gaplar. Buni kayfini, buni qadrini hech kim nachalnik his qilmaydi hozir. Agarda hozir bo'lmaganda uyga peshkom qaytardim. Hammasi bitta. Olindi. Mayda juda talovati. Hammasi bor. Yugurdi degan narsa bor. Lift ishlayapti. Biz set aldık. Seber 600 kubalik motor ki en küçüğünden 520 talik. Ну-ка. Вот bunu просто. Ого. Нормально такой ekan. Съемка отдimi? Yirmi dokuzda kadar vuruyor önce. Bir, iki, üç. 28. 25. Bugün camiye geçip pazarlığı kıldık. Kelgan selam aldım. Короче. Olib chiqamiz hozir. Qalay kiyim? Jinni bo'lishi kerak, bor odamlar ish qilish uchun. Optim, hech kim ushlamadi. Meni tirmashib. Qarab tushuninglar.